دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الأول الدرس الخامس عشر Arab tili darsligi birinchi qism 15-dars. Endi savoqdoshlar 15-darsni boshlashdan ilgari darsdagi muhim mazmunlarni, maqsadli grammatikalarni bir o'qib olaylik. Endi bugungi darsimizga maqsadli grammatika oldingi darsimizga mavzuda xabarga diqqat qilishimiz bilan birga uzuk simirlar va ulash simirlar, ya'ni uzuk almashlar va ulash almashlar. Endi almash ikkiga bo'linadi. Üzük almash va ulanib keladigan almash. Üzük almash deganimiz fe'l va boshqa ismlarga qo'shilib kelmasdan mustaqil keladigan almashlar damir munfasila, ya'ni ad-damair munfasila üzük almashlar deyiladi. Endi ism va boshqa fe'llarga qo'shilib keladigan almashlar bular ad-damairul muttasila, ya'ni ulanib keladigan almashlar deyiladi. Masalan, üzük almashlar biz davomli deb ko'rayotgan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu qatorliq almashlar hammasi uzuk almash. Chunki bular mustaqil ishlatkili bo'ladi. Endi ulanib keladigan almashlar chu desa, ya filning tegida keladigan almash, masalan, darabaning tegida huwa va deymiz shundaymi, yoki darabadagi alif, darabudagi va, andan darabatdagi hiya tegidagi, darabatadagi alif, darabnadagi nun, darabta, darabtuma, darabtumdagi ta, tuma, tum, darabtu, darabnadagi tu, na qatorliqlar bari ulanib keladigan almash. Endi ulanib keladigan almashlarmi xuddi uzib keladigan almash va ulanib keladigan almashlar biz oldingi darsda so'zlab o'tgandek, ya'ni bash kelish, ikilik kelish, tushum kelish deb ayrildi. Endi bu asosda tushuntiramiz, ammo bugungi darsda asosli ulanib keladigan almashlar qaysi shuni bilib olsak bo'ladi. Sanab beray. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ma qatorliqlarning hammasi qanday keladigan almashlar? Uzilib keladigan almashlar. Üzülüp keladigan, ya'ni munfasila. An ulanib keladiganlari darabudiki darabadagi huwa, darabadagi alif, darabudiki va, darabatdagi hiya, darabatadagi alif, darabnadagi nun. Darabtadagi ta, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunadagi ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Ma qatorliqlar. Darabtu, darabnadagi tu, na qatorliqlar. Ma ulanib keladigan almashlarniki boshqa shakllari bo'ladi. Ammo shu nuqtalarga diqqat qilaylik. Yangi so'zlar al-kalimatul jadida. Qabla, ba'da, kayfa, mata, al-usbu', al-shahr, al-adhan, as-salatu, raja'a. Qabla ilgari, ravish, asos ravish keldi. Ba'da keyin. Kayfa qandaq. Mata qachon. Al-usbu' hafta. الشهر أي الآذان أذان نماز قلدغنا الصلاة نماز رجع قيت Endi savoqdoshlar yangi so'zliklarni o'zinglar yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin an dialogga kelamiz-da. Men dialogni bir o'qib tarjima qilib tahlil qilib beray. Ad-darsul khamis 10. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكم أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم، ذهبنا ورجعنا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ qarindoshlar sizlar kim u? Qizlar qaratilyapti-da. Endi burundagi antunna bayatni degandek qanday damir, qanday almash, uzuk almash, a? Nahnu banatu Shayx Abbas. Biz Shayx Abbasning qizlari. Ya'ni nahnu ana qanday almash, uzuk almash. Ya'ni zamir munfasil. Ahlan va sahlan va marhaban. Xo'sh kelibsizlar, qarshalaman. Ummukunna ustazati. Sizlarning opanglar mening ustozim. Burundagi ummukunna muttasil damir. Ya'ni ulanma almash. Ustozatidagi imo o'xshashlar
muttasil zamir. Ulanma almash. Kayfa haluha? Uning ahvoli qanday? Ha. Bumi ulanma almash. Hozir darsimizda asosli biz ulanma bilan munfasil zamirni ayiramiz, ha. Hiya bi khayrin walhamdulillah. U Allohga shukr yaxshi. Hiya munfasil damir. Üzük mustaqil ishlatiladigan. Ayna hiya al-an? U hozir qayerda? Hiya al-an fi Riyad. U hozir Riyazda. Ya'ni hiya o'xshashlar qandaq almash? Munfasil almash. Mata zahabat qachon ketdi? Zahabatning tigidagi hiya degan damir bu muttasil almash. Pillan qo'shilib olinib pilning tigida keldigan. Zahabat qabla usbu. Bir hafta ilgari ketdi. O'xshashlar zahabatning tigida damir va. Man zahaba ma'aha. Uni bilan kim ketdi? Yani zahabaning tigidagi huwa degan damir bu muttasil damir bo'ladi. Ma'aha deki ha o'xshashlar muttasil damir. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Uni bilan bizning qarindishimiz Ibrohim ketdi. Akhuna deki na bu muttasil damir. Kayfa halukunna? Sizlarning ahvolinglar qanday? Kunna muttasil damir. Nahnu bi khayr walhamdulillah. Biz yaxshi Allohga shukri. Nahnu munfasil damir. Mustaqil qildigan, ha. Fi ayyi madrasatin antunna? Sizlar qaysi maktabda o'qiysizlar? Antunna munfasil damir. Nahnu fil madrasatil mutawassita. Biz to'liqsiz o'tir maktabda o'qiymiz. Bu yerdagi nahnu qandaq damir? Munfasil damir. Mata ixtibarukunna? Sizlarning imtihoninglar qachon? Kunna muttasil damir. Ixtibaruna ba'da shahrin. Bizning imtihonimiz bir oydan keyin. Na qandaq damir? Muttasil ulanmiz damir. Ulanma almash. Azhabtunna ila al-madrasati al-yawm? Bugun maktabga bordinglarmi? Zahabtunna deki tunna muttasil, ya'ni ulanib qildigan almash. Naam, zahabna va raja'na. Berib qaytdik. Deki na. Zahabna deki na, raja'na deki namu ulanma almash hisoblanadi. Mush nuqtalarga diqqat qilinglar. Tekisini tushungan bo'lsak, ko'nikmalarni bir qor tushuntirib o'tib ketay. Tamarin, at-tamrin al-awwal ajib an al-aslat al-atiyya. Tuandagi savollarga javob bering. Tuandagi savollar hammasi dialogning mazmuniga qarashli qo'yg'achqa shu o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob bersak bo'ladi, ha. At-tamrin al-thani, ikkinchi ko'nikma an-nisl mubtada'a fi kulli min al-jumal al-atiyya. Tuandagi jumlalarning har biridagi mubtadani ayollik shaklga o'zgartiring. Masalan, antum tullab, sizlar o'quvchimi degan antumni ayollik o'zgarsak nima bo'ladi? Antunna degan antunna talibat. Antunni o'zgargandan keyin keyingi xabarimi mas qadamda tullab talibat o'zgaraydi. Shu bo'yicha o'zgartib boqaylik. Antum mudarrisun, sizlar o'qituvchimi? O'zgartirib qolsa antunna mudarrisatun. Mudarrisunaning ayollik shakli nima? Mudarrisat. Nima qolganlarini shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi. Üçüncü, ماشق حول الضمير في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Tüyendeki cümlelerdeki her bir damirini misaldaki okşaş özgerttin. Ayna beytukum ya ihvandaki beytukkumdaki kumni ayollik şekilde özgerttin deyimiz. Beytukunne. Kunne oğan ayollik özgerttin ihvan nime özgereydi? Ahvat özgereydi. Çünkü ihvanın köplüki, ihvan özü köplük, bunun ayollik şekildeki köplüki ne buldu? Ahvat. İkincisini söyleyip bakayım. Ayna ahukum ya ihvan. Qarindoshlar, sizlarning bir tuquninglarni qayerda? Ayna ukhtukum ya akhwat. Agar kumdagi kumni agarna ahukumdagi kumni kunna o'zgarsak, ayna ahukunna ihvan o'zgaraydi, akhwat o'zgaraydi. Shu bo'yicha o'zgartirib baqsaq bo'ladi. To'rtinchisi, tuandagi boshqaruvlarga ikkinchi shaxsga munosib zamir qo'ying. Anta, antum, anti, antun. Ya'ni ikkinchi shaxsningki munfasil uzuk almashlarini qo'ying, ha? Masalan, birinchisi a muslimun. Musulmonmi debdi. Ya'ni siz demakda musulmonning birligiga qarag'an vaqtda qaysi qo'ydi ekanmiz? Muslim deb erlik kelibdi, birlik kelgandan keyin qaysini qo'yamiz? Anta. Ikkinchisi maridatun. Maridatun shakli ayollik kelgan, unda olganda qaysini qo'yamiz? Birlikkan. Ayollik birlik bo'lgandan keyin qaysini qo'yamiz? Antini qo'yamiz. Shu bo'yicha qolganlarini qo'ysak bo'ladi. 5-chi ko'nikma. Tuandagi jumladagi bosh o'rinlarga ikkinchi shaxsga mas bo'lgan muttasil zamir qo'ying deyapti. Ya'ni ulanma zamir, ulanma almash. Biz bu yerda so'zlagandek, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunnani. Masalan, ayna bayt ya ikhwan. Qarindoshlar, uyinglar nima demak? Unda olganda ikhwan degan aralik ko'plik bo'lgandan keyin buning qaysi til ekan? Kum keladi, ayna baytukum. Hamid bu
Demakchi, sizning kitobingiz bilan shunda ama Hamid erlik birlik olgandan keyin nima qo'yamiz? Ka. Kitabu ka. Mushu asoslanganda, mushuning asoslanib qog'ozlarda ishlasak bo'ladi. 6-si, tuvandagi boshliqlarga birinchi shaxsga munosib zamir qo'ygan. Ana bilan nahnu. Qanday zamir ekan? Munfasil zamir, ya. Masalan, ana muslim, nahnu muslimun, ana muslima, nahnu muslimat degani. Chunki ayol farq etmaydi. Bu bizga qiyin to'xtamaydi. 7-chi mashq o'qib yozing. Endi o'qib yozing, o'qib yozish jarayonida diqqat qiladigan nuqtalar men bayatni degandek damirlar. Ikkinchisi ostiga sızilgan qabla ba'dalarning ishlatilinishi. Asosligi so'zlarga muzab bo'lib kelib, ning oldida ning keyindan deb tarjima qilindi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Masalan, zahaba abi ila al-Qahira qabla usbu. Dadam Qahiraga bir hafta ilgari qana qildi, ketdi deb shu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Andan keyin darsning eng oxir tarafidagi ad-damairul munfasila degani ayrim ishlatiladigan, ya'ni uzuk almashlarni bizga deb beradi. Masalan, huwa, hum, ikkilikni ammabdi, ammo o'zimiz o'qib azaq bo'ldi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Almadiki ana nahnuga ikki misol olib turib, birisi erlik, birisi ayollikning. Buni asli o'rtaqlanib tushunsak bo'laverdi, ayrim farq etmaydi. Axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.